Birinchi navbatda o'sha to'rxonali 2000 dan katta sonimizni olib olamiz. Bu 2020 va uni 2 ga va uni o'nlikda birinchi navbatda ikkilikka o'tkazamiz. Ikkilikka o'tkazish uchun 2 ga bo'lib chiqamiz oxirigacha va bunda qollig'i 0 chiqadi va bu 1100 ni ham bo'lamiz 2 ga. Bunda 555 chiqadi. 0 ana. Buni ham olamiz. 555 da ham yana 2 ga bo'lamiz. 277 chiqadi. Bir qollig'i bilan. Endi 277 ni ham bo'lamiz 2 ga. Bunda 1 bersa 2 0 3 hop bir qolliq 16 8 bir qolliq qoladi. Endi 138 ni bo'lsak 2 ga 0 qolliq qoladi-da 69. 69 ni bo'lsak 2 ga 1 qolliq qoladi-da 34. 34 ni bo'lsak 2 ga 17 chiqadi. 0 qolliq qoladi. 17 ni ham 2 ga bo'lsak 16, bir dilda 8. Endi 8 ni bo'lamiz 2 ga 4. 8 0 qoldi. 4 ni ham 2 ga bo'lsak 4 ni ham 2 ga bo'lsak 2 4 0 va 2 ni bo'lsak 2 ga 1 2 0. Ana endi orqadan boshlab yozib chiqamiz. 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0. Mana shu hozir ikkilikka aylantirganimizdagi son va buni endi 8likka aylantiramiz. 8likka aylantirganda 2 2 0 hop 8 va bu 3 emas 2 16. Mana shu yerda bo'lgan bitta ko'rib olayım. To'g'ri yurdi baribir. 16 62 7 56 6 dilda 67 56 4 va 4 qolliq chiqargan shuni belgilab olamiz va 277 ni ham endi 8 ga bo'lamiz. 3 24 37 4 5 bersak 40 4 beramiz 32 5 qoldiq. Va buni ham endi belgilab olamiz. 34 endi bo'lamiz 8 ga 4 32 2 qoldi. Endi shuni orqadan yozamiz va bu 4 2 5 4 ana. Endi buni 10lik sanoq 16lik sanoq sistemasiga ajratamiz. 2 2 2 0 va bu 16 ga bo'lishimiz kerak. Xo'p, 16 ga bo'lmoqchi bo'lsak, endi buni 16 ga bo'lamiz, 1 beramiz 16. 6 dilda 2. Xo'p, 4 bersak bo'lmaydi, 3 bersak bo'ladi. 18 48. 4 bersak 24 64 bo'lmas ekan. 48. Xo'p. 4 14 bo'ladi va 0 beraveramiz. Burada 13. 140 140 bo'lish uchun 5 9 bersak, xo'p 54 144 8 bo'lar ekan. 8 48 128 bo'ladi, 12 bo'ladi. Va endi 138 da bo'lamiz 16 ga. Xo'p 3 bersak bo'lmaydi. 8 bersak 8 berar ekanmiz. 8 bersak 128 10. Va endi yozib chiqamiz. Bu yerga 8 9 A B S bo'ldi mana shu.